Mana qadrlovchilar, qo'ylar qaranglar. Janovorlar. Qo'zimiz qo'zi. Ko'pchiligiga aytsam ishonmaydi qadrlovchilar. Bu birinchi bolalari-ku qo'chqor. Bu ikkinchisiga tuqqan qo'ylar qarang mana shu ikkinchisi bolalar mana shu. Hozir qo'ychilardan so'rab beraman. Vallahi. Bu ham qo'chqorcha ekan aka. Qo'ylar urinib qo'ygan qadrlovchilar, o'tami yo'q kelgan. Qo'ylar 2 marta bola boqdi-da. Bugun 7-mart haftaga qadrlovchilar, qaranglar mana. Qo'ychilar o'zi 2 marta bolasini oldi qo'ylar. Qirqta sog'lig'ingiz bor aka? Sizlar hozir qadrlanishlar. Mana shu 6 oylik bo'ldimi qo'zi aka? 6 oylik bo'ldi, rasa? Toza hisori qo'y, inalarni ham qarang. Inalarni nihoyatda katta qo'y, bola boqib, o'rnini qo'yganlar qadrlanishlar. Sifatini qaranglar. Qo'ylar qolsa bittadanlarga bosib qo'yinglar. Mamdaga qo'chqorni qachon qo'shasiz? Birinchi paltor tuqqaniga? Nima dedingiz? Ha, qo'chqor ajratgansiz qo'shiliq turadi. Yo'q, birinchi nari ikkita qo'zini qaysi payt qo'shilgan? Qaysi oy qo'shilgan? Aprelda qo'shgansiz. Apreldan beri qo'chqor bilan yuraveradi ichida, chillasizda qochiraveradi. Yo, aprel yo martda qo'shgan akalar qadrlanishlar, qaytgan. Bo'ldi aka. Ikkinchi bolalarim qaranglar. Narigilar. Mashlash yerida sotilib bo'lgan. Mana ikkinchi bolalarim qaranglar. Ko'pchilik aytsam ishonmaydi, 2 marta tug'ilmaydi deyishadi mana. Shu O'zbekiston sharoitida ham shuni ko'paytirsa bo'ladi. O'zimiz shu Farg'ona viloyatida qadrlanishlar. Qoramqul degan joydamiz. O'zini qaranglar mana. Janovar. Bo'ldi. Hozir otasini ham ko'rgani kelamiz. Otasi sariq qo'chqor beryapti qadrlanuvchilar. Yiliga bitta qo'ydan qadrlanuvchilar shu qo'zini ham 3 million tiyasi sotganlar-da. Birinchi bolalarni. Mana bu qo'zani masalan hozir sotaman sen 2 million, 2,5 millionlik qo'zi-da, hozir shu qo'zi ham. Bu degani har bitta qo'ydan 6 million, 5,5 million yiliga daromad bor-da, qaranglar mana. Realni mana ko'rsatyapmiz. Sog'liq ko'paytiraman deganini tavsiya qilamiz. Mana shu qo'zi ham qaranglar, 6 oylik qo'zi. Enasiga oshib qo'ymasdi, lata baylab qo'yishgan oldilariga.